Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ijodiy bir video ommalashdi. Aynan mana shu videoda yosh va mahoratli baxshi Namozbek Suvonov uyni ta'mirlash jarayonida do'mbirani qo'liga olib, do'stlariga termalardan birini kuylab bergan va hamrohlaridan biri bu jarayonni suratga olib ijtimoiy tarmoqlarga joylaganida bu qadar ko'p ko'riladi deb o'ylamagandi. Qatarda bekcha qoralar, dumbiramda qush atar, musofirda yurganlar, aytar gapga quloq sol. Mani ustozim bor Adxonjon Qurbonov. 5 yildan beri ustozimning qo'lida shogirdman. Men 1 yilda ustozimning qo'lidan shogirdlikdan chiqqanman. Menga ustozim duo berganlar va ustozim bilan birga ishlayman-da. Ustozim 2-3 yildan beri aytarlarda, "Olib kel, do'mbirani olib kel." Men Surxondaryoga o'zi kam boraman uyga. Surxondaryoga boraman-da, qaytib kelayotgan kunim men aytdim, "Shu safar tavakkal shu do'mbirani olib boray" dedim. Do'mbirani olib keldim, ustozim ko'rgani keldilar meni. Endi bizda ko'rgani keldilar. Keyin shu yerga gurunglashib turdik. Do'mbirani olib kelganim esimga tushdi. Shu yerda esimda yo'q edi do'mbirani olib kelgan. Men aytdim, "Ustoz, olib keldim do'mbirani" dedi. Ustozim ham qiziqadilar-da, ustozim o'zlari chalgan kishi bo'ldilar-da, men aytdilar, "Sen bir chalgin" dedilar. Men endi bu yo'nalishda bilaman-ku, ustozimga terma aytib beryapti, ustozimga yoqyapti. To'xta deyaptilar. O'zi Instagram qo'yish xayol yo'q, xayolga yo'q unday narsa. Keyin ustozim tavakkal video olyaptilar. O'zlari uchun, oilasiga yoki kim mana tanishlarga ko'rsataman degan. Tavakkal internetga qo'yilyapti. O'sha kun keyin 300 ming, 400 ming prosmotrdan ko'p bo'lgandan keyin bu Instagram ochdik. Keyin Instagramga qo'yib boshladik. Ungacha bir Instagramga qo'yamiz yoki nimalardir bir maslahat plan ham bo'lmagan u narsa. Shu ijtimoiy tarmoqlarga qo'yganimiz beri ishonsangiz, umrida telefon qilmagan odamlar ham, hech qachon bir komment yozmaganlar ham hammasi yaxshi munosabat bildiryapti, rahmat aytyapti. O'zimizning mana qishloqda guruhlari bor, guruhga qo'yilgan. Qo'llab-quvvatlashlar yaxshi. Endi shu qo'llab-quvvatlashlar bo'lib tursa, mayli, bu yoqda qo'ldan kelguncha Xudo xolasin. Yoqimli, ha. Biron joyga borsangiz ham, malyar baxshimi, malyar baxshini ustozimisiz deb aniq qilyapti o'z odamlar sekin-sekin. Namozbek endi qo'limizga mana 4 yil, 5 yil bo'lib qoldi shogird deganiga. O'zi ustachilik yo'nalishida ish olib boramiz. Endi bu sal sho'xroq bola. Qishlog'imizdan kelgan shogirdlar bo'ladi. Yilda, misol uchun, bir yilda 100 ta, 200 ta bola kelsa, ichida eng sho'x shu. Buni hamma biladi. Endi bu yerda hozir sal bosiq bo'lib, ana qilib turibdi. Yaxshi xarakteri, ishda yaxshi ishlarni beramiz. Misol uchun 1 yil, 2 yil qo'limizda, misol uchun oylikka ishlagan, endi mana hozir dogovor qilib, anaqada ob'yomga ishlayapti. Ishlar topshirib yuribdi. Endi hozir aqlli shogird bo'lgan. Yaxshi. Endi mana Instagramga qo'ydik, internetga qo'ydik. Shu bilan mana shunaqa sal rivojlanib ketdi. Endi bu yoqqa endi harakat qilyapmiz. Buvalari, otalari bir to'y qilsa ham, bir bazm qilsa ham faqat Shoberdi baxshi borardi. Keyin yana shu Surxondaryoning baxshilari borardi. Oddiy bir yig'ilish qilsa ham, tug'ilgan kunlar qilsa ham, xuddi shu baxshilik olib borilgan. O'sha baxshilikdan qiziqib ketgan bular. Ham sportchi, ham ijodkor va yana bir chiroyli hunar egasi, ya'ni yurtdoshlarimizning xonadonlarini ta'mirlab, uy devorlarini chiroyli manzaralar bilan bezaydigan qahramonimiz mehnat qilishdan bir zum to'xtamaydi. Namozbek Suvonov Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidan. Baxshqul Baxshtog'ayev, Elbek Baxshi Musayev, Shoberdi Baxshi Boltayev kabi ustozlardan baxshilik san'ati sirlarini o'rgangan. Bozotov Fest Yoshlar ovozi 2022 tanlovida 2-o'rin sohibi hamda ko'plab respublika va tuman bosqichlarida tashkil etilgan baxshichilik tanlovlarida bir necha bor g'oliblikni qo'lga kiritgan. Qaynaydi, quyoshim ham qaynaydi, termalarda ham bir maydon, namozon baxshi kuylaydi. Obatam bildi büstonim, yüreğimde dostanım. Obatam bildi büstonim, yüreğimde dostanım. Kundan kunga yaşnasın, ne güzel Özbekistanım. Ha ha ha.
Hem arqaboqda ham uydirar, yes xushini jiydilar, O'zbekda ham yosh baxshi, namoz baxshi deydilar.